Bugungi obzorimizda 90 tali rezak, ya'niki materiallarni qavat-qavat bichishda ishlatiladigan diskli apparat. Nimaga 90? Oldin aytib o'tganimda, diskka diametri общийda 9 sm. Kesilganda taxminan 4-4,5 sm gacha bo'lgan qalinligiga materiallarga mo'ljallangan apparat. Komplektida nima bo'ladi? Bitta apparat, qo'shimcha ko'mirlari bor. Ko'mirlari bilsanglar, ikkita chetida almashtiriladi. Vaqt soati kelganda, hop, diskni yechish uchun o'zini ключi va undan keyin bu yoqda chaqlash uchun chaxa. Bilsanglar, ishlatayotganingizda mana bu chetida o'zini chaxa bo'ladi. Ishlatib turganingizda bitta bossanglar, o'zini o'zi chaqlab ketaveradi. Bu qismini sal bo'shatib, kerakli bo'lgan o'rganga qo'yib olasizlar, bitta qotirib qo'ysanglar, bichib ketaverasizlar. Hozir buni ishlatib tekshirib beraman. Mabodo ishlatayotganingizda pichoq o'tmaslashib qolsa, ana mashq qismini qizib chaqlab dalsha kesaverasizlar. Kimga ushbu turdagi apparatlarimiz kerak bo'lsa, monand do'konlariga tashrif buyuringlar.